Ko'pchilik o'rgansa bir aylanib keladi, yo bir 2 oy, 3 oy o'qitgandan keyin so'zlaysanmi, gaplaysanmi, boshlanadi-da. Ha. Bu adamı reklamada ushlamasak başka yerde ushlab bo'lmaydi. Haqiqatdan. Bugungi mehmonimiz Ateş Div ağamız. Shevada gapirishamiz Ateş Div ağamız bilan. Assalomu alaykum azizlar. Shevada gapirishamiz endi Instagram sayti haqida. Omad tilaymiz. YouTube ham bor. Lekin qiziqarli bo'libdi. Haqiqatdan ham bir ikkinalari ko'rdim. Mo'st endi bizlar ham qatnashamiz, men bilmadim doğrusu. Shundaqa savol javob o'tamiz. Aha. Madrab so'zining ma'nosi nima? Endi madrab so'zini ku bir komment qoldirib ketaylik. Aha. Undan keyingilarni aytaveraylik. Angatov. Angatov. Endi bir so'z bilan aytganda angatov so'zini ma'nosi endi kimgadir, qaysidir bir shaxsga aytilsa, normal milliyda odam aytilmaydi bu narsa, angatov. Angatov endi bir narsani yodimdan chiqarib qo'ygan yoki bo'lmasa esdan chiqarib qo'ydi yo bilmay qoldim, boshqa narsalar bo'lishi mumkin-da. Endi to'shni mana asosiy narsa ham biz endi tamom negizini izlamasak ham salgina narsani ashira basak bo'ladi-da. Uchinchi savolimiz jo'namak so'zining ma'nosi nima? Endi bu narsaga jiddiy qarash kerak deb o'ylayman. To'g'risi, hozir ko'pchilik atalar-ku ishda bo'lishi mumkin, ayrimlari, lekin analarida ko'p topiladi. Jo'namak qarsillab uchgan dedi, u dedi, bu dedi, og'zingdan qoning kelsin deydi. Men endi ochiqini aytaman. Bu narsa yaxshi emas. Sababi jo'namak so'zining ma'nosi adashmasam, meni fikrim bo'yicha yosh ota-onadan judo bo'lgan bolalar aytilishi mumkin, misol qizlari bo'lishi mumkin. Ish qilib yosh olamda o'tgan nelari shu jo'namak deb aytiladi. Shevani boyitishdan charchamaymiz. Alloh xayr. Omon bo'ling. Shevada gapirishamiz. Rahmat.